Bilasizmi, 14-asrda Samarqand butun dunyo astronomiyasining markazi bo'lgan. Bunga sabab bitta inson, Mirzo Ulug'bek. U Amir Temurning nabirasi, biroq qilichdan ko'ra ilmni ustun qo'ygan hukmdor edi. Mirzo Ulug'bek Samarqandda rasadxona qurdirdi. To'g'ri, bu yerda teleskop yo'q edi, biroq hisob-kitoblar hayratlanarli darajada aniq bo'lgan. U va uning shogirdlari naqd 1018 ta yulduzning joylashuvini hisoblab chiqishgan. U yil uzunligini 365 kun 6 soat 10 daqiqa deb hisoblab chiqqan va hozirgi hisobdan atiga bir necha soniya farq qiladi. Afsuski, siyosiy fitnalar buyuk olimning umrini qisqartiradi. Ammo Mirzo Ulug'bekning ilmi asrlar osha yashab kelmoqda. Ilm bilan tarix yaratgan shoh bu Mirzo Ulug'bek edi.